Assalomu alaykum va rahmatulloh. iOS olamiga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Do'stlar, Swift asoslari darsimizni davom ettiramiz. O'tgan darsimizda biz ma'lumot turlari haqida gaplashgan edik. Bugungi darsimizda esa dasturlashda juda ham muhim bo'lgan va juda ham ko'p ishlatiladigan if, else mavzulari haqida batafsil gaplashib chiqamiz. Bu mavzu juda ham muhim bo'lganligi uchun e'tiboringizni yaxshiroq qaratishingizni so'rab qolaman. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Xo'sh, men dasturni ochib, to'g'rilab oldim. Siz ham dasturlarni ochib, tayyorlab oling. Xo'sh, biz shartli operatorlar, ya'ni if else bu o'zbek tilida shartli operatorlar deb nomlanadi. Ya'ni biz bu if else bilan biz dasturimizni har xil holatlarga tekshiramiz. Misol uchun, bu holatda mana bu ishni qil, mana bu holatda bu ishni qil, aks holda mana bu ishni qil degan holatlarga tekshirish uchun bizga if else kerak bo'ladi. Xo'sh, if else ga o'tishdan oldin biz operatorlar, solishtirish operatorlari bilan bir ko'rishib, tanishib chiqadigan bo'lsak. Xo'sh, bu yerda biz operatorlarimiz 6 xil operatorimiz turibdi. Demak, birinchisi tenglik operatori, ya'ni teng. Ikkita qiymatni bir-biriga solishtirishda foydalanamiz. Ya'ni 5 bilan 5 tengmi? Demak, bu solishtirgan vaqtimizda bizga faqat ikkita qiymat qaytaradi, true yoki false. O'tgan darsimizda ko'rganimizdek, ma'lumot turlaridan mantiqiy ma'lumot turi true va false qiymatni qaytaradi. Bu joyda mana 5 bilan 5 tengmi? True. Ha, teng. Demak, bizga natijamiz true qaytaradi. Ikkinchi belgimiz teng emas, ya'ni teng emaslikka tekshirish. 5 bilan 5 teng emasmi? Demak, 5 bilan 5 teng. Natija xato, ya'ni false chiqadi. Agar bizda 3 bilan 5 teng emasmi deganimizda, natijamiz true qaytgan bo'lardi. Demak, natija true bo'lish kerak edi. Demak, katta belgisi 2 5 dan kattami? Natija xato, chunki 2 5 dan katta emas. Natija false. Agar buni 8 qiladigan bo'lsak, 8 5 dan kattami? Natija true qaytish kerak. Xo'sh, kichik belgisi. Demak, bunda ham 2 3 dan kichkinami? Ha, kichkina. Demak, ko'ryapmizki do'stlar, hammasi bir-biriga o'xshash. Bir-biriga ikkita qiymatni solishtirishda foydalanamiz. Xo'sh, bu joyda katta yoki teng belgisi. Bu sal bunga e'tiboringizni qarating. Demak, bunda ikkita tekshirish olib boradi. Katta yoki tenglikka. Demak, 5 5 dan kattami? Yo'q, katta emas. 5 yoki 5 ga tengmi? Demak, 5 5 ga teng. Natija true qaytadi. Demak, birinchisida kattalikka tekshirganimizda bizga false xato chiqqan edi. Ikkinchisida true chiqyapti. Demak, biz agar ikkita qiymatga tekshiradigan, ya'ni katta, kichik yoki mana bu pastdagidek kichkina yoki tenglikka tekshirayotganimizda, agar birinchi tekshiruvda xato false keladigan bo'lib, ikkinchisida true keladigan bo'lsa ham natijamiz true qaytaradi. Agar ikkisida ham false bo'ladigan bo'lsa, o'shandagina bizga natija false qaytadi. Qolgan barcha holatlarda bizga true qaytadi. Xo'sh, keyingi belgimiz kichik yoki teng belgisi. Mana bu joyda kichkinami yoki tengmi belgisi. Demak, buni tekshiryapmiz. 4 5 dan kichkinami? Ha, kichkina. Keyin yana bir marta tekshiradi. Demak, 4 5 ga tengmi? Demak, teng emas. Xato, false bo'lyapti, ammo bizga natija true qaytaradi. Chunki birinchi belgimizda tenglik bor edi. Ya'ni bu 4 5 dan kichkina edi. Agar biz bu joyda 7 qiladigan bo'lsak, 7 5 dan kichkinami? Kichkina emas, xato, false. 7 5 ga tengmi? Teng emas. Xato, demak, ikkita false bo'ldi. Bizga natijamiz false qaytadi. Xo'sh, demak biz bu operatorlar bilan barcha shartli operatorlarimizni tekshirishda foydalanar ekanmiz. Xo'sh, keling, if else haqida gaplashadigan bo'lsak. Xo'sh, buni if else ning yozilishi if kalit so'zi bilan boshlaymiz va if dan keyin biz mantiqiy amalni bajarishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 8 tengmi? 8 ga oddiy misollar bilan ko'radigan bo'lsak, demak, natijani print asosida
ekranga chiqarish, konsolga chiqarib ko'ramiz. Xo'sh, 8 8 ga tengmi? Ha, teng. Demak, bu kodimiz qanday ishlashini ko'radigan bo'lsak, if kalit so'zi bilan tekshiramiz. Agar 8 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bundan natija true qaytaradigan bo'lsa, bu blogimiz ishga tushsin deb biz holatni aytyapmiz. Demak, biz bu ichkarida shunchaki print yozyapmiz. Agar boshqa mantiqiy amallarni ham bajarishimiz mumkin bo'lar edi. Demak, hozir natijani konsolda ko'ramiz. Dastur ishga tushiramiz. Demak, natija teng. Agar biz buni ikkinchi belgiga ko'ramiz, 8 bilan 8 bir-biriga teng emasmi? Demak, yo'q, xato keladi va bizni dasturimiz ishga tushmaydi. Qachonki bizni dasturimiz tekshirganda bizga true qiymat qaytaradigan bo'lsa, o'shandagina bizni dasturimizni badisi ishga tushadi. Xo'sh, yana rang qilib ko'ramiz. 8 8 ga teng emasmi? Demak, bizda hech qanaqa natija chiqmadi. Xo'sh, pastda bir necha misollar yozib qo'yganman. Mana bu holatda ham tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, bitta o'zgaruvchi ochib oldik. Yosh 15 yosh. Tekshiramiz. Bu joyda yosh kichik belgisi bilan 18 yoshdan kichkinami? Ya'ni bu yoshi 18 yoshdan kichkina bo'lsa, qavs ichiga kiradi va amalimiz bajariladi. Bu joyda hali balog'at yoshida emas. Xo'sh, tekshirib ko'ramiz. Tepadagi kodimizni o'chirdik. Demak, hali balog'at yoshida emas. Ko'rib turibsizki, o'zgaruvchi ochyapmiz va bu o'zgaruvchini tekshiryapmiz. 18 dan kichkinami? Ya'ni, natija true. Agar biz bunga 25 beradigan bo'lsak, natijamiz xato chiqadi. Demak, bizda natija yo'q. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, biz faqat if blogini ko'rdik. Demak, ikkinchi shaklda biz if else blogi mavjud. Ya'ni agar mana bunaqa bo'lsa, buni qilgin, aks holda buni qilgin deb tekshirishimiz mumkin. Bu joyda faqat 18 yoshdan kichiklikka tekshiryapmiz. Aks holatda boshqa yoshni boshqa holatga tekshirishimiz kerak. Else kalit so'zi bilan ikkita qavs belgisini ochamiz. Qo'shtirnoq belgisini. Demak, bu joyda ham print yozamiz. Sizning yoshingiz 18 dan katta. Demak, dasturimizni ishga tushiramiz. Sizning yoshingiz 18 dan katta. Demak, bu joyda dasturimiz qanday ishlayapti? Tekshiryapmiz. Birinchi, yoshimiz 25 da. 25 18 dan kichkinami? Kichkina bo'lsa, hali balog'at yoshida emas. Printimiz ishga tushadi. Agar aks holatda, demak, bu joydan false qaytaradigan bo'lsa, else blogiga tushadi. Va else blogi ishga tushadi va print chop etadi. Xo'sh, bu joyda false qaytaryapti va else blogiga tushib kodimiz ishga tushyapti. Xo'sh, yana bir misol ko'radigan bo'lsak, pastda bahoni ko'ramiz. Tepadagini o'chirib turamiz. Bu joyda baho 90. Demak, 90 a'lo baho deb belgilayapmiz. Aks holda print yozamiz. Yomon baho deylik. Xo'sh, bu joyda ham agar bahoyimiz 90 dan katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, a'lo baho. Aks holda yomon baho chiqishi kerak. Demak, bahoyimiz 90. Tekshiramiz. 90 dan kattami? Katta emas, false. Va ikkinchi marotaba tekshiradi. 90 ga tengmi? Demak, natija true. Chunki 90 va 90 teng. Va bizni dasturimiz a'lo baho printi ishga tushadi. Agar teng bo'lmaganida yoki katta ham bo'lmaganida else blogiga tushgan bo'lar edi. Qani natijani ko'ramiz. Demak, a'lo baho. Bizning natijamiz to'g'ri chiqyapti. Agar biz bunga 50 beradigan bo'lsak, natijani ko'ramiz. Demak, yomon baho. Ko'rib turibsizki, bizda
birinchi tekshiryapmiz. If baho katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, bu joyda biz yana bir e'tibor qaratamiz. Qaysi biri ikkita tekshiruv olib boryapti, katta yoki tenglikka. Ikkisida ham false qiymat qaytaradigan bo'lsa, else blogiga tushadi va else'dagi blok ishga tushib ketadi. Xo'sh, mana ko'rdik. Bu joyda agar bu holatda bu ishni qil, aks holatda boshqasini qil kodimizni yozyapmiz. Demak, biz agar yana boshqa yana ham chuqurroq shartlarni qo'shishimiz mumkin. Misol uchun, agar baho 90 ga teng yoki katta bo'ladigan bo'lsa, yoki yana bir tekshiramiz, baho 50 dan katta bo'ladigan bo'lsa yoki 50 ga teng bo'ladigan bo'lsa deb tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Uning uchun biz shartlarimizni yanada ko'paytiramiz. Mana bu joyda else, demak else if deb shartimizni yana qaytadan tekshirish olib boramiz. Demak, baho tengmi 50 ga. Bunda ham print yozamiz. Qoniqarli baho. Qoniqarli baho deymiz. Agar qoniqarli bahoga ham to'g'ri kelmasa, qoniqarsiz baho chiqaramiz. Xo'sh, yomon baho. Qoniqarsiz baho. Xo'sh, bu joyda bizning qiymatimiz 50. 50 bu holatga tushmaydi. Demak, birinchi tekshiruv olib boramiz. 50 90 ga tengmi yoki kattami? Yo'q, katta emas. Demak, yana bir bor tekshiramiz. 50 bizning bahoyimiz 50 ga tengmi? Demak, mana bu joyda tekshiryapmiz. Ikkinchi marotaba tekshirganimizda, demak 50 bahoyimiz 50 ga teng. Bu joyda qoniqarli baho chiqadi. Agar bahoyimiz 50 ga ham teng bo'lmaganda edi, bizning bahoyimiz qoniqarsiz baho bo'lgan bo'lar edi. Xo'sh, kodimizni ishga tushiramiz. Qoniqarli baho. Ko'rib turibsizki, bizning dasturimizda if else shartlari xuddi mana shu shaklda davom etadi. Xo'sh, biz darsimizni davom ettiramiz. Hafta kunlarini yasab olganman bu joyda. Xo'sh do'stlar, bu tekshirishimizda biz hafta kunlarini tekshiramiz. Demak, biz o'zgaruvchiga hafta kunini qaysidir bir kunda belgiladik, xotiraga yukladik va uni tekshirishni boshlaymiz. Xo'sh, bizni if else bloklarimiz mana bir nechta if else if bloklarini yozganmiz. Buning ishlashi qanday? Xo'sh, birinchisida tekshiramiz. Kunimizga chorshanba kunini berdik. Demak, tekshirishni boshladik. Dastur tepadan pastga qarab kodni o'qishni boshlaydi. Birinchi boshlaganida kun dushanbaga tengmi? Tekshirib ko'radi. Demak, dushanbaga teng emas, false natija qaytarganda bu blogimiz ishga tushmaydi va keyingi tekshiruvga o'tadi. Keyingi tekshiruvimizda else if yoki kunimiz seshanbaga tengmi deb tekshiradi. Demak, chorshanba seshanbaga tengmi? Demak, bunda ham bizga natija false qaytaradi va bu blogimiz ishga tushmaydi. Va keyingi tekshiruvda yana tekshirib ko'ramiz. Demak, kunimiz chorshanbaga tengmi deymiz. Demak, kunimiz chorshanbaga teng va bizda blogimiz ishga tushadi va printimiz konsolga chiqaradi. Bundan keyin mana yana bir nechta tekshiruvlar amalga oshirilyapti. Ammo if else bloklarida e'tibor qilish kerak bo'lgan yana bir jihati, kodimiz true qiymatni topgungacha tekshirishni olib boradi. Agar qachonki qiymat true topilgandan keyin kodimiz undan pastiga tushmaydi. Ya'ni mana bu joyda kunimiz chorshanbaga teng bo'ldi va bundan keyingi tekshiruvlar tekshirilmaydi. Chunki kodimiz o'z natijasini topdi va ishlashdan to'xtaydi. Natijani qaytaradi va ishlashdan to'xtaydi. Shu joyini yozib oling. Dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Demak, haftaning o'rtasi bizni kodimiz ishga tushdi. Bu holatda kun tekshirdi, yana tekshirdi. Bizning qiymatimiz chorshanbani topgungacha tekshirdi va undan keyingi kodlar ishlashdan to'xtadi va natija chiqarildi.
Agar biz bunga juma deb beradigan bo'lsak, bizning kodimiz juma kunigacha bo'lgan tekshiruvlar hammasini tekshirib keladi va jumadan keyin kodimizni tekshirmaydi. Xo'sh, bu joyda biz 7 ta tekshiruvimiz bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agar bizda 7 ta tekshiruvimizda ham natija chiqmasa, eng oxirida else blogiga majburiy tushadi. Mana tekshirib ko'ramiz. Hozir jumani tekshirib ko'raylik. Demak, juma muborak, yarim haftasi tugadi. Xo'sh, bu joyda mana juma muborak, yarim hafta tugadi. Ko'ryapsizki do'stlar, bizda qiymatni topgungacha ishlaydi va bundan keyingi kunlar ishga tushmaydi. Agar biz umuman bu hafta kunida yo'q kunni beradigan bo'lsak, barcha tekshiruvlar olib kelinadi. Agar bularda ham else if bloklarida tekshiriladi. Agar bularda ham natija topa olmasa, eng oxirida majburiy else blogiga tushadi. Xo'sh, bu yerga biz hafta kuni emas, qanaqadir so'zlar yozib tashlaydigan bo'lsak, ko'ramiz hozir. Noto'g'ri kun kiritdingiz. Demak, ko'ryapsizki, dasturimiz natijani noto'g'ri kun kiritdingiz deyapti. Demak, biz haqiqatdan ham noto'g'ri kun kiritdik. Demak, bizda bunaqa kunning o'zi yo'q va o'shaning uchun majburiy else blogiga tushadi va noto'g'ri kunni kiritdingiz deb ko'rsatyapti. Do'stlar, tabriklayman. Siz bugun if else, else if, else mavzularida va operatorlar bilan tanishib, o'rganib chiqdik. Do'stlar, siz bu darsliklarni uyda ham o'zingiz mustaqil qilib ko'ring. O'shanda siz yanada ilmingiz mustahkamlanadi. Keyingi darslarda yanada mustahkam ilm bilan yanada chuqurroq darslarni boshlaymiz. Do'stlar, bugungi darsimizda biz mana shu darslarni ko'rdik. Keyingi darsimizda biz switch case mavzusini ko'ramiz. Bizlar bilan ko'rishda davom eting. Agar sizda qandaydir savollaringiz yoki muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolni ko'rib, sizlarga javob berishga harakat qilaman. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha.